Assalomu alaykum azizlar. Mana o'sha bugun juma yo'qmi, hammaga muborak bo'lsin. Juma kuni har doimgidek ehson yig'ardik. Bugun o'sha Paxtakor 2 mahallasidagi opamiz kasal bo'lib, 3 ta farzandlarini boqa olmay qolib, qiynalib qolgan ekan tirikchiliklarida. Bugun Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha eng sara narsalarni olishga harakat qildik. Xursand qilamiz. Hammalaring haqqalaringga duoda bo'lamiz inshaalloh. Hozir ehsonimiz ham yig'ilgan, kartalarga tashlab beramiz. Holatni ko'ringlar, yuringlar. Bismillah. Surpriz bo'ladi xudo xolasa. Non so'rab chiqdim sizga. Non bering bolachangga. Assalomu alaykum. Nima yapasiz? O'zim bering kasal Alaykum assalom. Qormanglar. Bugun sizlarga qo'limizdan kelgancha produktlaringizni ham. Rahmat. nima joning? Salom. Qalaysiz? Ismingiz nima? Ulug'bek. Ulug'bek katta yigit bo'lsin, yaxshi yigit bo'lsin. Xalqimizga, elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan yaxshi yigitlardan bo'lsin inshaalloh. Rahmat, sog' bo'ling sizdan. Rahmat. Opajon qalaysiz? Dori-darmonlaringizni mas'ul qilmadik. Kartangizga qurol pul tashlab beramiz. O'ziga kerak bo'lgan dorilaringizni beramiz. Dori berdim, ichib olishdi. Ancha mazasi. O'zim ham aytaman-da, iloji bo'lsa, men ham o'zim to'q bo'lsam, shu insonga yordam bersam deyman-da. Ahvolni Biz qarang. haligi unaqa bo'ldi-da, akalarimiz bor edi, tanish bilish ko'chada ko'rganda endi videoga olib ketgandik. Boramiz deyishgandi. Oldingizda xijolat bo'ldim so'rashga. Kelishmabdi. Ularning nomini o'zim so'rayman, balki ularning sharoiti bo'lmagandir, balki vaqti bo'lmagandir. Ularning nomidan uzr so'rayman. Chunki bizga ham boramiz deyishgandi. Mana shu Ramazon oyidan buyog'ida harakat qildik. Biz keldi deb ham o'yladik-da endi orada. Yaqinda ham siz aytdingiz, bir hafta oldin gaplashganimizda ham bir akamiz boraman deyapti dedik. Ehsonligimiz bor deyishgandi-da. Lekin keldi. Mayli, Rahmat aka, sizlarga ham sog' bo'linglar. Aytishani ozgina qiynalib qolganda bu opa. Kecha ham telefonda aytayapti-da, menga bir turam bolachamga non bering deydi. Chiqib telefon qilsam, ular past qo'shnisinga ovqatlangan. Katta bir onaxonam bor edi-ku bu yerda. Onaxon ketdi, boqish olmadik. Boqish olmadim. Ancha mazasi ertalab chiqdim, dori berdim, ikkita chuvang deb. Azizlar, mana shu ko'rib turgan oilangizni karta raqamlarini ham qo'yamiz. Mana shu farzandlarni yolg'iz katta qilyapti. Ko'rib turgan holatlaringda yashab mardikorchilik qilasizmi? Ishga chiqolmayapti, shu kunda ishga chiqolmayapman, mazasi yo'q-da. Hozir ko'rib turibsizlar, mana mazasi yo'q. Agar o'zlari ishlab tursalar, bizdan ham yordam so'ramasdilar. Ishga chiqa olmayaptilar, ro'zg'ordan qiynalyaptilar. Biz-ku uyimizda to'q o'tiribmiz-da. To'q o'tiribmiz, Xudoga shukr. Allohga shukr. Aytaman-da, bag'rimni men o'zim qiynalib ketaman-da, ko'rib chiqaman, voy dugon o'tiribsizmi deyman-u, bag'rimdan olsa 5 balandan olsa, ovqat beraman. Ovqat olib chiqib beraman bolalarni olsa. Lekin qiynalgan oila. Sizlarga ming rahmat. Ko'rib turibsizlar, bu xonadonlarda ichida eng qiynalgani. Agar imkoniyat bo'lsa, chiqinglar bizga, olib kelaylik, ko'ringlar, sharoitlarni qilib beraylik. Biz buni va'da ham qilgandik, Xudo xolasa. Kecha o'tgan safar ko'ra olmadik. Balki. Ko'rinib turibdi-da. Mazasi aytibman-u, qanday deb. Qancha deyapti? 5 milliard Bormi? bor ekan, lekin uyam ketetajlik. Pastda qo'shni bo'lsa, yomonroqda bo'larim, sho'rqi o'zimni qo'shnilarim jalba Siz yaxshi sharoitli kvartiraga o'tishingiz kerak-da, lekin. Xudo xolasa biz sizga o'sha hozir bir opamiz bor edi. Jahongir aka ish bilan ta'minlaydigan bir opamiz ham bor edi. Ular bilan gaplashib ko'ramiz. Agar iloji bo'lsa, o'sha yerdan ham gaplashib ko'ramiz. Keling. Menga ber. Menga ber. kattagina qizchacha jinnik tasha bilan bo'lib
Uchta farzandingiz bormi? Ha, katta. Uchta farzandlari bor. Shunday katta qilyapsiz. Siz bugun hammamizni tug'mamizga ikkittada haligi nima juma namozidan chiqib turib akamga telefon qildim, aka shunaqa holat bo'lyapti, bugun nima bo'lmasin borishimiz kerak. Qattiqroq bo'lasizlar, ancha Chunki qo'llari og'ir. bormasak bizni Alloh kechirmaydi. Alloh kechirmaydi. Agar biz Allohni bu hamma narsa qoladi-da. Boya bir opamiz narsa berayotganida aytdilarki, uka dedi, men dedi, shuncha narsamni dedi, faqat sizlarga o'xshab yer solg'isam qanday mayda sog'dirdilar. Alloh dedi, menga dedi shuncha narsa berib qo'yibdi-yu, lekin mana bu noz ne'matlarni dedi, men dedi shularga ilinsam ertaga menga dedi beradi ekan shu. Bu insonlar tushungan insonlar. Alloh rozi bo'lsin. Shu holatingizda ham shu farzandlaringizni o'yladingiz. Biz baribir oldingizda hijolatdamiz. Kelolmadik vaqtida, chunki xavf holat bo'lib qoldi. Xudo xolasa bu videoni keyinroq tarqataylik azizlar. Ko'rib turibsizlar sharoit. Agar kimni kvartirasi bo'lsa, shu insonga yordam qilaylik. Ko'rib turibsizlar-ku, yolg'iz ona, xo'jayinlari yo'q mana. Mardikorchilik qilib kun ko'rish oson emas, buni mardikorchilikka chiqqanlar biladi. Ko'rib turibmiz. Alloh bu sinovni bizga beribdi, bularga og'irrog'ini berdi. Lekin bularga yordam qilishligimizni bizga buyurib qo'yibdi. Bugun eshitib-oq, mana shu telefon qildilar, to'g'risi ahvolni ko'rib turib chidab bo'lmadi. Kelmaylik desak qanday kelmaysiz? Ahvol juda og'ir-da. Xudo xolasa qattiqroq kirishamiz. Hozircha bori shu. Hozirga shu. Hozir kartingizga pul tashlayveraman, dori-darmonlaringizni oling, oyoqqa turing. Boriga shukr, shuni rahmat. Telefon qilamiz. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi biz shuncha yo'ldan yo'l bosib keldik. O'sha nima deydi? Yordam qilgan juda ko'p musofir yurtda yurgan opa-singillarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Shularni haqiga bitta duo qilib qo'yasiz. Mana shu sizni duoyingiz kerak ularga. Mana shuni. Keling. Keling. Bormaydim. Sofol ketasiz. Yo'q. Xudoyim sizlarga ham hisob bersin. Hammani nima qilib menga bir berdilar, sizlarga men bersin. Musofirdagilar hammasi iloyim baxtiga sog'lom bo'lib, ota-onalarini umri safarlariga borib, hammasini ular ko'payib sog'lom bo'lib. Allohim sizlarga ham yaxshi kunlar nasib qilsin. Bizga ham hammasi. Opamiz rosa hayajonlanyaptilar. Ko'rib turibsizlar azizlar. O'sha bir og'iz gapini ham eplab gapira olmayaptilar. Chunki buni bari hayajondan. Chunki bular hech qachon birovga bunaqangi yalinib chiqmagan. Qo'lini duoga ochib qaltiryapti, ko'ryapti. Agar bu inson ko'chada ko'rib qolsalaring ham sizlardan pul so'ramaydi, yordam so'ramaydi. Haqiqiy inson, haqiqiy ayol. Allohim sizga ikki dunyo saodatini bersin. Ilohim kim yordam berayotgan bo'lsa, kim yordam bermoqchi bo'lsa, Alloh ularni xonadonidan yaxshi kunlarda ikki dunyo saodatini bersin. Rahmat.